pul mul hamma narsa qo'yib qo'ygan bo'lsam tortmaga shunda borib ketish qiyin emas. Tiqilib yotibdi, bo'ynimgacha ish bosib ketgan. Cho'nsam ertaga ana bolalarni borki tog'ga olib kelishim kerak, va'da qilib qo'yganman. Lavzim ustun turish kerak-ku hamma narsada, to'g'rimi? Lavz bajarmasam bo'lmaydi, xotin. Bor o'zing borib kelgan, ana seninimi, ana kenaynimi farqi yo'q, ammenimi, dugonangmi farqi yo'q, borib aylanib kelasan laboratoriya ko'cha-ko'chalarni. Shunda borib o'zing dugonang bilan hal qilgan bo'ldi, farqi yo'q, bilasan-ku o'zing ham. Bo'ptimi? Ha. Bo'l, men qarab bo'pti. O'sha lavz xullas. Ertadan keyin toqqa chiqamiz o'rtoq, xotir olma, xo'p? Bo'l, ertaga ofisda qiladigan ishlar tiqilib yotibdi, o'shalarni qilib olaman, tayyor qilib qo'yaman. Shanba kuni xudo xolisa toqqa chiqamiz. Bo'l, gap yo'q.